19-may 2025-yil pavloniyalarimiz. Bo'yi 1.60 ga keldi уже. Bu yil tagidan kesib tashlaganman. Mana bularni o'tgan yil tagidan kesilgan. Bir yildan shunaqa uzun bo'lib chiqdi. Bularni tegmadim. Tak, bunisi 1 metrdan sal oshdi. Shu ikkalasi sal o'sishi sekinroq bo'lyapti. Bu bizani degan giloslarimiz payvand. Osti olcha, tepasi gilos. Payvand joyi. Bu ham xuddi shunaqa. Tepasi gilos, osti olcha. Mana payvand joyi. Payvand qaychida qilingan payvandlarimiz. Bu ham shunaqa. Osti olcha, tepasi gilos. Pavloniyalarimiz. Pasti uzun. Alvika rizamat. Va biz alvikamizning holati subhanalloh. Yo'q ham tagida bor, yo'qda ham bor. Barglar ostida yashiryapti. Rizamatimizni bir ko'raylik. Rizamat. Bu yerda ham bor mana. Ikkita osh. Bu yerda. Tagida Sherif payvandimiz, Lamborghini payvandimiz. Endi hamma kuch naryoqqa ketayotganiga bular uncha rivojlana olmayapti yaxshi. Bir yashar avatarlarimiz. Mana. Mana. Ko'z tegmasin, chiroyli ko'p. O'sib turibdi, endi bularni olib tashlash kerak bo'ladi. Bu hafta olib tashlayman bularni. 2-3 ta qoldirib qolgan hammasini olib tashlayman. Chunki bular yosh. Ko'p nagruzka qo'yib bo'lmaydi. Bu gigant. Bu avatar. Bundoqsiz ketasiz. Mayda donlar tushibdi. Jidalarimiz. Yunusoboddan kelgan. Dorilab qo'yganman. Mana 50 santimetrdan o'tgan. Eng yaxshi o'sgan. Yonida gigantga payvand qo'yganman.